Agarda sizlar ham tomorqangizda, dala maydonlaringizda beda yetishtirayotgan bo'lsangiz, ammo mana shunday zarpechak yoki bo'lmasam chirmoq deb nomlanadigan begona turi bosib keng maydonni qamrab olib, bedalaringizni shu holatga olib kelib qo'yayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating hamda bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki men sizlarga bu begona turga qanday kurash haqida batafsil ma'lumot beraman. Zarpechak yoki chirmoq ayrim viloyatlarda azg'ish ham deb nomlangan mana bu begona turi beda maydonlarini qisqa muddat ichida keng maydonda qamrab oladi. Eng yomoni ushbu begona turi bedani tanasiga yopishib, o'zini og'izchalari yordamida hech qanday barga yoki ildizi bo'lmaydi. Mana shunday og'izchalar yordamida bedaga kelayotgan ozuqalarni so'rib oladi. O'z navbatida o'sishdan to'xtatadi. Qisqa muddat ichida beda qurib ketadi. Bedani qurigani mana shunday holatga olib kelib qo'yadi. Va biz ushbu parazit begona turiga turli xil usullar bilan qarshi kurashamiz. Ichida eng to'g'ri kurash usuli ekish oldidan sifatli urug'likni tanlash, almashlab ekishga rioya qilish. Undan tashqari kimyoviy usulda, ya'ni tarkibida imizotapir ta'sir etuvchi moddasini saqlovchi ekran oldilaringizga yaqqol ko'rsatib o'tamiz. Puzat nomli gerbisidni gektariga 1 litrdan 1,5 litrgacha har o'rimida qo'llash ushbu begona turiga ta'sir ko'rsatadi va siz shu usul orqali sifatli kurashish imkoniga ega bo'lasiz. Agarda videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bedasida mana shunday begona tarqab ketgan va hali hanuzgacha qarshi kurashishda qiynalayotgan tanishlaringizga, do'stlaringizga videoni yuborib qo'ying va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.